Bugun onajonim tug'ilgan kunlari oilaviy hammani yig'ib, yuringlar sizlarni bitta zo'r joyga olib boraman deb Yurta Artga yo'l oldik. Bu yon atmosferasini ko'rsanglar, xuddi ming bir kecha ertagiga tushib qolgandek bo'lasizlar. Taomlarini aytmaysizlarmi? Bir-biridan mazali, narxlari esa juda ham arzon. Hamma joyda xrustyashi baklajanni 60 ming, 80 mingdan olsanglar, bu yerda Artiga 45 mingdan olishinglar mumkin. Umumiy zaldan tashqari shunaqa alohida kabinkalari ham bor ekan. Xohlasanglar kabinkada, xohlasanglar terrasada, xohlasanglar jonli musiqa eshitib, общий zalda o'tirishinglar mumkin ekan. Biz bu yoqda ujini boshlab oldik. Ikkinchi taomimizni shunaqa chiroyli podachalar bilan olib kirib berishdi. Bu go'zallikni yemasdan bo'lmaydi-da. Balig'ini albatta tatib ko'rishinglarni tavsiya bergan bo'lardim. Keyin Abdulla Qurbonov kelib, "Onajonim" degan qo'shiqlarni aytib berdi. Biz ham ko'p yeb qo'yamiz, ovqatimizni hazm qilish uchun rosa o'ynadik. Bitlarimiz to'kilib, fotosessiyalarni ham qilib, uyga qaytdik. Yurta Artga shunaqa ajoyib tug'ilgan kun uchun katta rahmat. Agar siz ham tug'ilgan kun yoki shunga o'xshash marosimlarni o'tkazmoqchi bo'lsanglar, bemalol Yurta Artga murojaat qilishingiz mumkin. Onajonim esa kommentariyada tabriklab ketsanglar, juda ham xursand bo'ladilar.